أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم sabaqdaşlar. Bugünkü dersimiz tavabi'larning ikkinchisi tavkid yoki ta'kid va tavkid ikki lafz durust. Shu tavkid haqida to'xtalamiz. Endi biz bu darsni so'zlashdan oldida bizning umum mazmun haqida bir to'xtalamiz. Undaqda tavkid deganning ma'nosi nima va u tavkid necha qismga bo'linadi? U tavkid nima maqsadlarda ishlatiladi? Tavkid ishlatilishdan bo'lgan maqsad nima? U necha qismlarga bo'lindi? Deganga o'xshash haqida to'xtalamiz. Tavkid lug'at ma'nosi shadda, chingitish degan ma'noda, tavsiq degan ma'noda tavkid tavsiq yani chingitish degan bir ma'noni bildiradi. Shundaqla taqviya kuchaytirish degan ma'nolarni bildiradi. Lug'atiy jihatdan aytganda. Endi grammatikalik istilohiy jihatdan aytganda tavkid ikkiga bo'linadi. Ta'kidi lafziy, ta'kidi ma'naviy deb ikkiga bo'linadi. Unda ta'kid umuman uning istilohiy atalg'usi mo'ldorisi ta'kid tawsiqul ma'na bi takraril lafz aw zikru alfaz maxsusa. Yani ta'kid degan lafzlarni takrorlash bilan ma'noni kuchaytirish yoki maxsus lafzlarni zikr qilish bilan ma'noni kuchaytirish deymiz. Unda bu ta'rifotdan chiqadiki ta'kid ikkiga bo'linadi ekan, degan gap. Ta'kid lafzaviy va ta'kid ma'naviy. Unda ta'kid lafzaviy degan nima va ta'kid ma'naviy degan nima? Deganda ta'kid lafzaviy shu lafzi o'zaro takrorlanishi bilan hosil bo'ladi. Ya'ni masalan yoki u fe'lni hamda bu cho'ng jihatdan yana ta'kid lafziy yoki ta'kid lafziy ma'al ism, ta'kid lafziy ma'al fe'l, ta'kid lafziy ma'al harf. Yoki u ta'kid lafziy degan harf bilan bo'ladi, yoki u ism bilan bo'ladi, yoki u fe'l bilan bo'ladi. Fe'lni ta'kidlamoqchi bo'lsak, shu fe'l takrorlanishi bilan, harfni takrorlamoqchi bo'lsak, shu harf takrorlanishi bilan, ismni takrorlamoqchi bo'lsak, shu ism takrorlanishi bilan bo'ladi. Endi masalan jaa Muhammad demoqchi bo'lsak, Muhammadni ta'kidlamoqchi bo'lsak, jaa Muhammadun Muhammad deganga o'xshash. Fe'lni ta'kidlamoqchi bo'lsak, jaa Muhammadun deganga o'xshash. Cümleni ta'kidlamoqchi bo'lsak, jaa Muhammadun jaa Muhammad deganga o'xshash. Harfni ta'kidlamoqchi bo'lsak, masalan na'am, la deb ta'kidlaganga o'xshash. Shunday qiladi ta'kidlanadi. Endi ta'kid ma'naviy degan cho'disa, ta'kid ma'naviy odatda bu maxsus lafzlarni so'zlash bilan bo'ladi. Ta'kid ma'naviyning o'z oldiga mustaqil bo'lgan iboralari bor, lafzlari bor. Mush lafzlar bilan ishlatildi. Bu lafzlar nafsun, aynun, kullun, kila, kilta, amma, jami, ajma, jam'a, ajma'in va juma' o'xshash, avta, akta o'xshash lafzlar bilan ta'kidlanadi. Mana bu xil ta'kid usulini ta'kid ma'naviy usulub deb ataymiz. Unda ta'kid ma'naviydan bo'lgan murod nima deganda, ta'kid ma'naviy o'z navbatida ya'ni ikki qismga bo'linadi. Ta'kid ma'naviy ma yarfa'u tawahhuma mudofin ila al-muakkad. Muakkadga qo'shiladigan bir vahmini ko'tarib o'tadigan yoki umumliq iroda qilinmaganmiki degan bir vahmini ko'tarib o'tish deydi. Ta'kid lafziy, ma'naviy ikki xil murod uchun ishlatiladi. Bu shu muakkadga qo'shilib qiladigan bir vahmi bor,
muşu vahmini yo'qotish, izole qilib o'tish yoki umumliq iroda qilinmaganmiki degan bir vahmini yo'qotish. Shunga ta'kidlar ma'naviy nav'an ma yarfa'u tawahhuma mudafin ila muakkad yoki ma yarfa'u tawahhuma adami irodati shumul. Umumliqni iroda qilmaganlik, iroda qilinmaslik, umumliq iroda qilinmaslik vahimisini yo'qotadigan yoki muakkadga qo'shilib qoladigan bir vahmini yo'qotadigan ta'kidni ma'naviy deb ataymiz. Masalan, Ja'a Muhammad aynuhu desak, Muhammadning o'zi keldi desak, mana bu yerda muakkadga qo'shilib qolgan bir vahmi borki, Muhammad keldi desak, Muhammadning xabari kelganmiki, ya Muhammadning elchisi kelganmiki degan bir vahm. Ja'a Muhammad desak, Ja'a Rasul Muhammad yoki Ja'a xabari Muhammad degan bir vahmi bordi, muakkadga qo'shilib qolgan. Mushu vahmini yo'qotish foydasi borki, Ja'a Muhammad aynuhu deganga o'xshash keltirsak yoki nafsu deb keltirsak. Endi Ja'al qavm desak, Ja'al qavm kulluhu desak, qavmning hammasi keldi. Ja'al qavm kulluhum qavmning hammasi keldi desak, bu chaqda kullu qavmning ta'kidi bo'ldi. Maqsadi umumlikni iroda qilinmaganlik vahimisini yo'qdi. Qavm keldidan keyin qavm masalan bir buningdan qavmning ba'zi kelib ba'zi kelmaganki, qavmning ichidagi palani ya pustani ya Ahmad yoki Samad degan birisi kelmaganmi degan bir vahima paydo bo'ldi. Ja'al qavm kulluhum desak, o chaqda qavmning hammasi keldi degan bir ma'no chiqadiki, umumliq iroda qilinadi, umumliq iroda qilinmaslik vahmisi yo'qotiladi. Mana bu ta'kid ma'naviyni ishlatishdan bo'lgan murod maqsad mashundan iborat bo'ladi. Endi biz ta'kid ma'naviy haqida to'xtalganimizda ta'kid ma'naviyni biz ikki qismga bo'ldik. Buning maxsus lafzlari bor. Masalan, nafs bilan ayn ishlatildigini va kullu, kilakilta, ajma, akta, abta'li ishlatildigini ayrim bo'ladi. Navbatda biz buning tafsilotini ko'rib o'tamiz. Bu haqda musannif rahimahulloh mundaq deydi. بالنفس أو بالعين اسم أكدا مع ضمير طابق المؤكدا واجمعهما بعقول إن تبعا ما ليس واحدا تكن متبعا وكل نذكر في الشمول وكلا كلتا جميعا بالضمير موصلا واستعملوا أيضا ككل فاعل من عم التوكيد مثل النافلة. Musannif rahimahullah mundaq deydi. İsim nafs yoki ayni bilan ta'kidlanadi. Shu nafsi va ayni muakkad bilan moslashadigan bir zimirga tutashmoqlik bilan birga. Shunga demakchi o'g'limiz nafsi va kullu bilan nafsun va aynun so'zi bilan boshqa bir so'zni ta'kidlagili bo'ladi. Nafs ve ayn tabi oludu. Beşte muakkad, matbu oludu. Aşu ama muakkadga, matbuqa maslashadigan zimirga tutish kerak. Mesela Ja'a Muhammadun nafsuhu. Ja'at Fatimatu nafsuha deganga o'xshash muakkadga maslashadigan zimir bilan tutishib kelsin deyishimizning sababi shu. Wajma'huma bi'aqulin in tabi'a ma laysa wahidan takun muttabi'a. Siz o ikisini nafsi bilan aynı sözünü ab'ul vazniga jami qiling. Yine nafsini anfus deb jami qiling, aynni a'yun deb jami qiling. Agar bu ikisi birlikning g'ayriga agashsa degan gap. Yine bu ikisi bilan mufratning g'ayri bo'lgan, mufratning g'ayri ta'kidlansa, mufratning g'ayri ta'kidlansa, yine bu ikisi mufratning g'ayriga agashsa degan gap, mushkisi mufratning g'ayriga tabi bo'lsa degandan matbu muakkad bo'ladi. Shu mufratning g'ayriga ta'kidlab kelsa, cho'qim bu ikkisini af'ul vazniga jami qiling, takun muttabi'a. Siz sahih bo'lgan manhajga, to'g'ri bo'lgan qoidaga agashgan bo'lasiz.
Anda degende demek bundan kuraldığı nefs ve aynın cemisi nefsu enfus a'yun buludu iken. Bu qanda çağdası mufradның gayri olgan musanna ve cem'inin ta'kidi olgan çağda. Endi mesela ja'at tullab enfusuhum. Ja'at tullab a'yunuhum degendek muşunda qılıqı nefs ve ayn bilen muşunda keltirsanız buludu deydi. Cemi halatda keltirishning enfus ve a'yunga cemi qilinishi oltining masalasi. وَكُلَّ اذْكُرْ بِالشُّمُولِ كِلَا وَكِلْتَا جَمِيعًا بِالزَّمِيرِ مُوسَلًا. Mesela bu vaqtda biz qaraydigan bo'lsak, siz umumni ifodalab turadigan shumulda kullini so'zlang, kila kiltani so'zlang, jami so'zini so'zlang, bir shu zimirga tutashtirilgan holatda. Biz zamir musala zimirga tutashtirilgan holatda kullaha, kulluhu, kullahum deganga o'xshash, kilahuma, kiltahuma, jami'ahum, jami'aha deganga o'xshash, buni zimirga tutashtirilgan holatda kullu, kila, kilta, jami so'zlarni umumda yana so'zlang degan gap, uning juz'iylari parchalanadigan narsa so'zlang. Shu shumuldan bo'lgan murad masalan eczalarga bo'linadigan narsa so'zlang. Demak, masalan ja'atullab kulluhum desak, mishada tullab degan bir necha juz eczaga bo'linadi. Shuni ko'rsatib turadi. Endi vasta'malu ayzan ka kullun fa'ila min amma fit tawhid mislan nafila. Ta'kidda amma so'zidan yasalgan fa'ilani kulluga o'xshash ishlatdi arablar dedi. Demak, amma so'zidan yasalgan fa'ila amma bo'ladi, ammatun bo'ladi. Asli amimatun idom qilingandan keyin ammatun bo'ladi. Demak, bu ammatunmu kulluga o'xshash ta'kidlab ishlatildi. Bu nafilaga o'xshash debdi. Endi nafilaga o'xshash deganimiz nafilami fa'ila vaznida. Chunki bu ammatunki ta, bu yerda ta muannasning ta'si emas, ta mubolig'ning ta'si, muzakkirga amma, muannasga amma ishlatildi. Endi nafilaga o'xshash deganda ulamolar ishkil bo'lgan fa'ila vazni maqsad qilingan dedi. Ba'zilar nafila deyishi amma ne bir büyük ulamolar bu ortiqcha gap bu. Bu amma ishlatilmasin bo'pti deuvchilarmi bo'lgan. Endi biz bayam dedik, shu masalan shu nafs ve ayn sözleri enfus a'yun cemi qilinganda jami ismi ta'kidlandi, musanna ismi ta'kidlandi. Masalan buningdan yana bir misol ko'rganimizda ja'al muhammadan anfusihima yoki ja'al muhammadan a'yunuhuma deganga o'xshash. Yoki ja'al muhammaduna anfusuhum yoki a'yunuhum deganga o'xshash. Ja'al fatimat anfusuhum va a'yunuhum yoki ja'al fatimatani anfusuhuma yoki a'yunuhuma deb keltirganga o'xshash. Demak, nafs va ayn so'zlari af'ul anfus ve a'yun deb buna jami qilinganda tasnining ta'kidi bo'lalaydi, jam'ining ta'kidi bo'lalaydi. Ammo kullu ve jami so'zlari bilan ta'kidlashda kullu ve jami so'zlari bilan ta'kidlaymiz. Bu chuqum umumliq maqsad qilinadigan, shumul iroda qilinadigan mundaq so'zlarda ishlatildi. Shunga biz bayonladik. Umumliqning iroda qilinmaslik vahimasini yo'qotish uchun ishlatildi, ta'kidladik. Bu kullu, jami, ajma, jam'a, ajma'un, ajma'in, amma, abta, akta o'xshash so'zlar mana shu umumliq ma'nosida ishlatiladi.
Yani o muakkad cüz'ilerge parçalanaş lazım kese parçalanatkan buluş gerek. Mesela qiraatul Qur'an kullahu. Men Qur'anni okudum desek yani bir vahimi buludu ki Qur'anni okuduk degendikin bir vahimi payda oldu. Yani Qur'anni okudum desek Qur'andan 5 par okuganmı ki Qur'andan 1 par okuganmı ki ya 20 par okuganmı ki kulla dese ilip sürpatadın ve nasıqça ilipidin yazıqça hemmini tüketip okudum degenni gösterip durdu. Mana bu bir xil umumluq irada qilmaslik vahmisini yo'qotdi deb qaraymiz. Endi mushu kullu ve cemi sözleri bilan bir narsa ta'kidlanmoqchi bo'lsa, ulamolar bunga ruhli shartlarni qo'ydi. Biz meri kulluni ve kila kiltani ve cemi'ni zimri taştırılgan hatta umumlukni bildiradigan sözlerni işiltgandik. Endi kila kullu bilan cemi işiltilishda cho'qim muakkad musanna bo'lsa bo'lmaydi. Muakkad musanna bo'lsa kullu yoki cemi sözleri bilan ta'kidlanmasdan u kila yoki kilta sözleri bilan ta'kidlanadi. Mesela biz bununda musanna olmuşunduk. Ja'atullah ja'a at-talibani kulluhuma yoki jami'uhuma degil olmaydi. Buna kilahuma muannas oluşu, kiltahuma deb munda keltiramiz. Şuna birincisi cho'qim muakkad musanna bo'lsin. Yoki jami'i bo'lsin, o yoki mufrad bo'lsin. Mufrad lafzi mufrad olup umumni ifadalab turadigan mufrad olsa bo'laveradi yoki jami olsa bo'laveradi. Yani afrodlar juz'iylarga bo'linadigan bunday ism bo'lsa bo'ldi. Üçüncü bir sharti cho'qim muakkad bo'lgan kullu ve jami so'zlari muakkadni qaytgan bir zamir bilan tutishib kirish kerak. Mayli nafsu so'zi ta'kid olsun ya aynı söz ta'kid olsun, yoki kullu söz ta'kid olsun, yoki kilas sözleri ta'kid olsun, yoki ammi sözleri ya jami sözleri ta'kid olsun, cho'qim muakkadga qaytgan bir zimriga tutishadi. Ammo ajma'in ajma' jam'a ajma'in ajma'ullah abta'la ta'kid bo'lganda muakkad qaytgan zimriga tutashmaydi. Endi kila kilta bilan desa kila kilta bilan ikkilik ism ta'kidlanadi. Bayan biz berdi dedik, billi kila kullan uzkur fi shumuli va kila kilta jami'an biz zamir musala degan. Endi kila kiltamu umumliqni ifodalab turgan so'zligimiz ishqi bu. Kila kiltada shu muakkad cho'qim musanna bo'lish kerak. Kila muzakkar ikkilik uchun, kilta muannas ikkilik uchun bo'ladi. Endi buningdimi bir xil shu umumliq iroda qilmaslik vahmisini yo'qotdi dedik buni. Nimishqa? Masalan, najahal akhwan ikki qarindosh utuq qozondi desak, balkim ikkining birisi utuq qozonmaganmi degan bir vahmi paydo bo'ldi. Ammo najahal akhwan kilahuma desak, har ikkilisi desak, cho'qim ikkisining birisi emas ekan, har ikkisi ekan deb, yo'da umumliq iroda qilinmaslik vahmisini yo'qotilgan bo'ladi. Endi buningmi ta'kid ulash uchun 3 shart ketadi. Biri yoki biz buningda umumiy aytganda bu shartlarni o'tirib qo'ymasakmi bo'ladi. O'xshash yana o'sha muakkadga qaytitgan zimriga tushib kelgan bo'lish kerak. Ammo va shundaqla muakkad ikkisi bunda muxtalif bo'lmasligi kerak. Ja'at taliban kilahuma, ja'at talibatani kiltahuma o'xshash bo'lsin. Anda mat Hisham ve Aisha Bekir kilahuma. Hisham öldü, Bekir yaşadı, her ikilisi desek, çünkü kilahumadaki muakkad muhtelif. Birisi yaşıgallıkka nispet verilgen, birisi vafat tapkanга nispet verilgen. Çünkü muakkadning nispeti muhtelif bo'lsa bo'lmaydi. Mana bu ikkinchi shart. Üçüncüsü bu şu kila kiltaninki o'rnida mufrad ism kilalisi o'tu. Shu ba'zi iroda qilish vahmisi mumkin bo'lganligi uchun. Masalan, najahal akhwan desak, ikki qarindosh utuq qozondi desak, ya'ni najaha akhuhu ahaduhuma
ikki qarindosh, yana o'sha ikkisiningki birisi nima qilindi? Najal akhwan, kilahuma najal akhwan, ahaduhuma ikki qarindosh tuqazandi, yana o'sha ikkisining biri deb ahaduhumani munda keltirib bo'ldi. Ahadga mufrat keltirib bo'ldi kilani o'tirsda. Bu chaqda biz buni ta'kid demoqchi emas. Mushunda keltirib o'tgan Onda bu kilani onda mufrat keltirib o'tgan so'z bo'lsa an kilani bo'ldi, ta'kid so'zi bo'ladi demoqchi. Endi ammi lafzi-chu desa ammi lafzi kul va jami lafziga o'xshaydi. Bu umumlik ifodalashdi. Ammo am matnidagi ta haqida to'xtalish lozim keladi. Bu ta uningdan ayrilmaydigan ta. Shunga bu ta zaidatun lazimatun deymiz. Bu ta zaida lazima. Bu zaida deganimiz bu ma'nasini ifodalash uchun kelgan ta emas. Yoki filning o'zining ta'si emas. Lazima deganimiz bu chiqib qolmaydi. Muzakkarda so'zlanmay, muannasda so'zlanadigan bundoq ta'm emas. Bu faqat mubolig' uchun kelgan ta deb qaraymiz. Endi musannif yana deydi, ta'kidni ta'kidlash deydi. Şu an taqviyatı tavkid deymiz. Ta'kidni ta'kidlash. Ta'kidni kuchaytirish deymiz yana oxirida. Bu vaqtda mundaq deydi. Va ba'du kullin akkadu bi ajma'a jam'a ajma'in summa juma'a. Wa dun kullin qad yaji'u ajma'u jam'a wa ajma'un summa juma'u. Demek ta'kiddan keyin yana bir ta'kid vasitasi keltirish. Kulludan ula ajma' yoki ajma'ning ma'nosi olan jam'a, ajma'in ya uning ma'nosi olan juma'larni bilan ta'kidlab keldi. Kullu bilan bir so'zni kullu bilan ta'kidlab bo'lib, uningdan keyin yana ikkinchi bir ta'kid keltirdi. Nima ish qilsa, taqviyatni qasdi shumul. Umumlik maqsadni texmi kuchaytirish uchun shunday keltirildi. Masalan, Fasajadal malaikatu kulluhum ajma'un desa, nishada kullu so'zi malaikaning ta'kidi, ajma'un ikkinchi ta'kidi bo'ladi. Kullu so'zdan kim keldi. Shunga kulludan keyin ajma' bilan, jam'a bilan, ajma'in bilan, juma'lar bilan ta'kidlab keltirdi. Nima ish qilsa, umumlik maqsadini texmi kuchaytirish uchun, ta'kidni texmi kuchaytirib berish uchun, taqviya qilib berish uchun bo'ldi. Va ba'zida mushu ajma', jam'a ajma'un juma lafzlari kullusizmi ta'kid bo'lib keldi. Kulludan keyin kami bevosita ta'kid bo'lib kelaveradigan ahvollar bor. Masalan, lahadakum ajma'in deganga o'xshash va junud iblis ajma'un deganga o'xshash. Shunday holatda kelaveradi. Masalan, asli ja'at al-fatiyat kulluhunna juma' kasutdi. Lekin ja'at al-fatiyat juma' deb munda kasimi ham bo'ladi deb qaraymiz. Masalan, ajma' mushu odatda muzakkarga ishlatilgan ja'al jaysh ajma'. Jam'a muannas ishlatildi, ja'atil qabilatu jam'a'u deganga o'xshash. Ja'al qawm ajma'un. Ama ja'an nisa juma'. Şuna ecma muzakkerlikka, jam'a'u muannaslikka. Ecma'un muzakkerlikka, cuma muannaslikka ishlatildi. Endi nakir ismini ta'kidlash va atidan diqqat qilgan bo'lsak, muakkaddan hammasi ma'rifa keldi. Muakkad ma'rifa keldi. Endi nakirani ta'kidlashning hukmi nima bo'ladi? Muakkad nakir ism bo'ladimi, kelamdi degan bir gap chiqadi. Bu haqda ulamolar uch xil qarashdi bo'lgan. Cho'ng jihati ikki xil qarashdi bo'ldi. Basirlik ulamolar nakirni ta'kidlashga bo'lmaydi, nakir ta'kidlanmaydi dedi. Ammo ko'pchilik ulamolar nakirni ta'kidlash durust dedi. Shunga bular musannif bu yerda ko'pchiliklarning yo'lini tutgan. Va in yufid tawkidu mankurin qubil ve in nuhatil basratil men'u şamil. Nakirini ta'kidlash agar foyda verse qabul qilindi. Nakir ismini ta'kidlash
bir payda bäse näkirini täkleş qabul qılındı, täkleşek boldy. Bäsirlik ulamalardan çekligenlik umum boldy ki ola näkirsin täklenmeýdi dep qarady. Demek grammatikşünaslar näkirini täkleşin durustlukda ihtilaf bar, bäsirlikler täkleş mutlak durus emas diýdi. Meýli muakkad mahdud isim bolsun, dairesi muayyan bolan isim bolsun yoki gayri muayyan bolan bolsun okşaş diýdi. Mesela vaktun, zamanun, hinun degan okşaş isimler gayri mahdud oludu. Bunuğu bolmaydı. Nakire, lafzı nakire, manası gayri mahdud olgandan nakire oludu. Ama bazı isimler mahdud. Mesela şahrun desek bu nakire olgan bilen mahdud bir ayını köstüdü. Havlun desek bir yılını köstüdü. Yevmin desek bir gününü köstüdü. Şunga mavu lafzı bununki mahdud ve gayri mahdud dep. Endi ularning dalili nima desa, basirliklar nima uchun mushu ma'rifni ta'kidlashga bo'ldi, nakirni ta'kidlashga bo'lmaydi desa, chunki alfazut tawkid kulluha ma'rifa deb qaraydi. Ular musannif basirlik ulamalar deydiki, ma'rifa ta'kid lafzlarining hammasi ma'rif hisoblanadi. Onda ta'kid lafzlarining hammasi ma'rif bo'lgandan keyin nakirni ta'kidlasak ma'rif bilan nakirlikni o'tirsa ixtilof paydo bo'ladi, shuni durust emas deb qaraydi. Onda bo'lsa ko'pchilik ulamalar nima deydi? Ular nakirni ta'kidlash durust deydi, ammo biri nakira mahdud bo'lsa deydi. Nakir mahdud bo'lgan bo'lsa, bular o'rida ay degan. Masalan, sumtu shahra kullahu. Men bir ayning hammasini tutdim degan o'xshash bular o'rida qaraydi. İkinci birisi ta'kid lafzi umumni ifodalab beradigan, shumulluqni ifodalab beradigan lafzdan bo'lsa bulavurdi deb qaragan. Ham bu tudashning birdan bir sababi arablarning she'ri shunday kelgan. Arablar shunday keltirgan ba'zi she'rlar ham o'tirib qo'yilgan. Mesela lakinnehu şaqahu an qil za racab ya layt iddet havlun kullihi racab deb ya layt iddet havlun kullihi deb havl degan nakirsim kullihi bilan mishada nima qilgan ta'kidlangan she'rda bo'lgan shu sumtu shahra kullahu degan o'xshash kasb bular. Endi ishkilik ism mushu bayam anfus ayun bilan o ta'kidlandi. Undan başqa endi ishkilik ismlar mushu ajma' bilan va jam'a bilan ta'kidlandir yo'q. Musannif bu haqda mundaq qo'ydi. Wagna bikilta fi musannan va kila an wazn fa'la'a va wazn af'ala. Siz ishkilikda kilta ve kila arqılıq işkilikisinde fa'la veznidir, ef'al veznidir bir hacet olan. Yine fa'la veznidir degan gap muannas jam'ani ishiltishdan yoki ajma'ni ishiltishdan bir hacet olan. İşkilik ismga ja'at talibat ajma'ahuma ja'at talibna ja'at talibani ajma'uhuma ja'at talibatan jam'awahuma yoki jam'awani deb bunda keltirish hojatsiz demakchi. Jam'ani ishkilikka bunda ta'kidlab keltirmang demakchi. Masalan, endi ishkilikda kilta bilan fa'la va af'ala vazndan bihojat bo'lun. Ishkilik ismini kilta bilan ta'kidlang, af'alu vazni bilan kelgan ajma va jam'a bilan ta'kidlamang dedi. Endi demek fa'ladan jam'a maqsad. Endi af'aludan ajma maqsad. Masalan, siz mesela qamat al-bintani kiltahuma, qama ar-rajulani kilahuma desek bo'ladi. Qama ar-rajulan kilahuma, qamat al-bintan kiltahuma desek bo'ladi. Lekin desek bo'lmaydi.
qamet el-biltan cem'avani qama er-raculan ecma'ani deb manda keltirishga bo'lmaydi. Chunki ikkilar kelta bilan bu biyajat bo'lib ish bitadi. Endi zamir muttasilni ta'kidlash masalasi. Zamir muttasil qanday ta'kidlanadi deganda musannif bu vaqtda mundaq deydi. Va in tuakkid az-zamir al-muttasil bin-nafs wal-ayni fa ba'da al-munfasil. Anaytu zar-rabbi wa akkadu bima siwahuma wal-qaydu lan yultazama. Agar siz zamiri muttasilni nafsi so'zi bilan yoki ayni so'zi bilan ta'kidlamoqchi bo'lsangiz, avvalan zamir munfasildan keyin ta'kidlang. Zamir munfasildan keyin ta'kidlang. Bundaq degani zamir muttasil ta'kidlanmoqchi bo'lsa, ayn nafsi so'zlari bilan avvalan zamir munfasildan ta'kid etib bo'lgandan keyin an zamir munfasil undan keyin nafs ayn bilan so'zdan ta'kidlasak bo'ladi. Bu zamir muttasildan nafsi va ayn so'zi bilan ta'kidlaganda avvalan zamir munfasil bilan ta'kidlanadi degandan maqsad zamir muttasil marfu maqsad qilinadi. Nima deydi? Anaytu zarrab deydi. Men maqsad qildim, rabigisni maqsad qildim degan gap zamir muttasil marfu degan bo'ldi. Siz zamiri muttasil marfu'ni ta'kidlamoqchi bo'lsangiz, nafsi ayni bilan avvalan uni zamir munfasil bilan ta'kidlab, andin ayni yoki nafs bilan ta'kidlang demoqchi. Wa akkadu bima siwahuma wal qaydu la yultazama. Va ular u ikkisining boshqasi bilan mu ta'kidladi. U anda da hozir men 5-gap chiqdi. Zamir rab'i muttasilni ayn yoki nafs so'zi bilan ta'kidlaganda zamir munfasil bilan ta'kidlab bo'lgandan keyin ta'kidlang dedi. Zamir rab'i muttasil. Undan chiqdi zamir rab'i muttasil olmay, zamir nasbi muttasil, zamir jarril muttasil bo'lsa, u chaqda uni nafsi ayni bilan ta'kidlasak bo'laveradi, munfasil bilan ta'kidlamasdan. Munfasil bilan ta'kidlamay ta'kidlasak bo'ladi degan gap chiqdi. Va akkadu bima siwahuma degan gapdan-chi va ular u ikkisining boshqasi bilan ta'kidladi, qayd lozim tutilmagan holatda dedi. Qayd lozim tutilmagan holatda degan gap qayd qasida zamir munfasil bilan ta'kidlanib bo'lgandan keyin an nafsi ayni bilan ta'kidlashdi. Ammo bir zamirni biz nafsi va ayning g'ayri bilan ta'kidlaganda bu zamir munfasil bilan ta'kidlash qayd qilinmaydi-ki, agar ta'kidlamoqchi bo'lganimiz nafsi va ayning g'ayri bilan ta'kidlagan bo'lsak, kulli bilan ta'kidlamoqchi ekanmiz, jami bilan ta'kidlamoqchi ekanmiz, yo uning boshqasi bilan ta'kidlaymiz ekan, ishqi ta'kidlabzi nafsi va ayning g'ayri bo'lsa, bu chaqda o zamir munfasil bilan ta'kidlansin bo'ldi yoki uni bilan ta'kidlansin bo'ladi, joiz demakchi. Shunga bu yerda ikki xil mazmun bor. Biri muakkad zamir muttasil rab'i bo'lsa, chuqum munfasil bilan ta'kidlab bo'lib, nafsi ayni bilan ta'kidlaymiz. Bu biri. Agar ta'kid nafsi aynining g'ayri bilan bo'lsa, cho'qim bu qayd lozim tutilmaydi. Uningdan chiqdi muakkad zamir rab'il muttasil bo'lmay, zamir nasbil muttasil, zamir jarril muttasil bo'lganda cho'qim bu vaqtda nafsi ayni bilan ta'kidlasak bo'ladi, munfasil bilan ta'kidlasak bo'ladi. Endi muakkid nafsi aynining g'ayri bo'lgan chaqda yana yajuz durust holatga aylanadi. O chaqda zamir munfasil bilan ta'kidlasak bo'ladi yoki zamir munfasil bilan ta'kidlamay turib bir vosita ta'kidlasak bo'ladi demakchi. Masalan, biz hozir zamir rab'i muttasil nukrab baqli onda da
Addayta el-vacib. Addayta el-vacib. Sen tavşuruqni ada qilib bo'lding degan bo'ldi. Endi shu addaydagi ta zamir rab'i muttasilni nafs bilan ta'kidlasak esa addayta nafsuka el-vacib bo'lamdi. Chuqum bu zamir rab'i muttasil bo'lg'achqa buni chuqum avvalan zamir munfasil bilan ta'kidlaymizki addayta anta nafsuka el-vacib degan bo'ladi. Ammo mushada zamir rab'i muttasil bo'lmay nasbul muttasil yoki jarril muttasil bo'lgan bo'lsa, u vaqtda ish boshqacha bo'ladi. Masalan biz jarril muttasil bo'lsa, u chaqda zamir munfasilni keltirmasak bo'ladi. Yoki nasbul muttasil bo'lsa, uni keltirmay nafsidan ta'kidlasak bo'laveradi. Ama zamir munfasil bo'lsa, zamir rab'i munfasil, zamir rab'i ta'kidlanguchi muttasil bo'lmay, ta'kidlanguchi zamir marfu munfasilken yoki zamir muttasil mansub yoki majrurken ma uch xil holatda unda lekin zamir muttasilga munfasil bilan ta'kidlanishga muhtoj emas. Masalan, anta al-mas'ul an usratik. Sen ailangdan so'ralg'uchi desak, anta o'sha zamir muttasil, zamir marfu munfasil. Anta zamir marfu munfasil. Anda vanki buni nafs bilan bir vosita ta'kidlasak bo'laverdi. Anta nafsuka al-mas'ul an usratik desak bo'ladi. Agar zamir muttasil marfuning g'ayri bo'lsa, majrur bo'lsa yoki mansub bo'lsa, ikki yo'l durust val qaydu yultazama degan başida shunga bu durust holat shakllanadi. Deymizki vaqtda mesela al mudarrisuna akramtuhum, men o'quvchilarni hurmatladim desak, al mudarrisun akramtuhum desak, hum degan zamirni ta'kidlamoqchi bo'lsak, anfusahum, o'quvchilar ularning o'zini desak, anfusahumda cho'qim humni akramtuhum hum anfusahum, al mudarrisuna akramtuhum hum anfusahum yoki al mudarrisuna akramtuhum anfusahum ikki yo'l durust. Ama majrur olgan bo'lsa-mu ham o'xshash bo'ldi. Endi agar muakkad bima siwahuma degan nima degan bo'ldi desiz, agar muakkid ta'kid lafzi nafsi va ayning g'ayri bilan bo'lgan bo'lsa, yana o chaqda anda zamir munfasil bilan ta'kidlash nima qilinmaydi? Shart etilmaydi, vojib bo'lmaydi. Bu chaqda joizlik qilinadi deymiz. Ta'kid lafzi g'ayr nafsining g'ayri ekan, aynining g'ayri ekan bo'lsa, masalan, al muhammadun qamu kulluhum. Qamunun zamir muttasil. Endi bu yani ta'kid kullu bo'lgan uchun al muhammaduna qamu hum kulluhum. Qamu hum kulluhum kelsin buldu. Qamu kulluhum kelsin buldu demekçi. Mana bu yuqoridagi ta'kid ma'naviy haqida to'xtalamiz. Navbatda ta'kid lafziy haqida to'xtalamiz. Anda da ta'kid lafziy degan haqida to'xtalganimizda ta'kid lafziy degan nima desak, musannif rahimahulloh bu haqida deydi. Ma min at-tawkid lafziyun yaji mukarriran ka qawlika durji wa durji. Ta'kid lafziy bo'g'ini takrorlanib keladi. Takrorlanib keladi. Ta'kid lafziy degan takrorlanib keladi. Ta'kid lafziy bo'g'ini takrorlanib keladi. Uduriji desak, uduriji, ikkinchi uduriji, birinchi udurijining ta'kidi deymiz. Shuni biz buni bayon o'tirib qo'ydik. Bu jumlani jumla bilan ta'kidlash, pilni pil bilan ta'kidlash, ismni ism bilan ta'kidlash,
harfni harf bilan ta'kidlash. Ammo ta'kid bilan muakkadning labzi bir bo'lish, ma'nosi bir bo'lish kerak. Labzi bir bo'lmasa, cho'qim ma'nosi bir bo'lsa bo'ladi. Endi labzi bir bo'lsa, lekin ta'kid qilinmaydi. Masalan, Aishatu Aisha desak, o ikkinchisi ta'kid olmaydi. Endi biz Aishatu Aisha. Birinci Aisha mubtada, ikinci Aisha haber bununda. Endi Yahya desek, birinci Yahya fiil, ikinci Yahya onun faili. Yakin birinci Yahya mubtada, ikinci Yahya o fiil tahri zamir onun faili olurdu. Çünkü fiil lafzı olan bilen bu yerkin ma'na o'xshamaydi. Birinci Aisha adamның ismi, ikinci Aisha yaşıg'uvchi degan ma'noda. Yahya desek, bir Yahya adamның ismini bildirsa, yana bir Yahya filni bildirir. Shuna o'xshash. Endi harfni harf bilan ta'kidladik. Shu tuvanda harfimizni tafsilga kiramiz. Musannif bu vaqtda mundaq deydi: "Va la tu'id labza damirin muttasil illa ma'al labz allazi bihi wusil. Kazal huruf ghayr ma tahassala bihi cevabun kan'am ve kebela." Siz zamiri muttasil labzini qaytumlang dedi. Tekrarlamang deydi. Demek tekrarlasak ta'kid paydo bo'ldi. Demek çoğunu zamiri muttasil bo'lgan labzini ta'kidlamang, uni takrorlab ta'kidlamang, illa o zamir muttasil labzi ininga tutashtirilgan narsa bilan billa takrorlang. Masalan, biz anta qumta ki qumtadagi ta'ni ta'kidlamoqchi bo'lsak, anta qumtadagi ta'gi anta qumta anta desak bo'lar. Asa qumtadagi ta'ni ta'kidlamoqchi, qumtadagi ta'ni. Onun tutung demoqchi. Qumtadagi ta'ni zamir munfasil bilan ta'kidlasak, qumta anta desak bo'laveradi. Endi bu qumtadagi ta'ni zamiri muttasil bo'lgan ta bilan ta'kidlamoqchi bo'lsak, qumta ta deb qo'yilmaydi. Qumta ta demay, qumta deymiz. Shunga dedi-ku, zamiri munfasil, nima zamiri muttasil labzini takrorlamang demoqchi bo'lgani, zamir muttasil labzini ta'kid qilib keltirgili bo'lmaydi. O zamir muttasil labzi ininga tutashgan bir narsa va zamir muttasil labzi tutashgan bir narsa va shuni bilan birga keltiriladi-ki, qumtadagi ta'ni ta'kidlamoqchi. Ta'kid labzi shakl ta'kidlashdan ta takror topsa o'tdi. Unda o'zi qum bilan birga takror topamizki, takrorlaymizki, qumta deymiz. Masalan, kitabuka-dagi kapni ta'kidlamoqchi biz. Kitabuka. Sening kitabing ala duruj ta'atmada ya kitabuka mufidin sening kitabing foydali desak, kitabuka-dagi kapni ta'kidlamoqchi. Endi kap zamiri muttasil. Bu zamir muttasilni bunda o'zini mustaqil holatga keltirmaymiz. Zamir muttasil tutashgan narsa bilan birga keltiramiz. Unda bo'lsa kitabuka mufidun deymiz. Unda kitabuka ka deb keltirmaymiz. Kitabuka ka deb keltirmaymiz. Ammo kitabuka endi keltirsak mushkuli yo'q. Bu chaqda uni zamir muttasilni zamir munfasil bilan ta'kidlagan bo'ldik. Biz zamir muttasilni zamir muttasil bilan ta'kidlamoqchi bo'lsak, cho'qim zamir muttasil tutashgan narsa bilan birga keltiring degan bo'ldi. Masalan, farihtu bika. Farihtu bikani ki kapni ta'kidlamoqchi bo'lsak, farihtu bika ka deb qo'yilmaydi. Farihtu bika bunda keltiramiz. Kazal hurufu ghayri ma tahassala bihi cevabun kan'am ve kebela. Shuningga o'xshash, na'amga o'xshash, balaga o'xshash
cevap hasıl bo'lmayotgan harflarmi ashunga o'xshash bo'ladi. Yana na'amga o'xshash, na'am javob harfi, balami javob harfi, na'am va balaga o'xshash javob harflari hasıl bo'lmayotgan, harfi javob bo'lmagan harflar ashunga o'xshash bo'ladi. Deyimiz, endi biz harflarni takrorlamoqchi bo'lsak, şu harflarni takrorlash chog'da cho'qim harflarning tutashgan bir narsa bor. Mesela harfi jarga, uning harfi jarni takrorlamoqchi, harfi jarni ta'kidlamoqchi bo'lsak, majrurni birga keltiramiz. Masalan, javob shakllansa, unda qilmaydik. Javob shakllanmasa, unda qilamiz. Harfi jardan boshqasi o'xshash. Harfi jarga ham xos emas bu. Masalan, biz inna degan harfni takrorlamoqchi. Inna sidqa la fadila. Inna sidqa la fadila. Rostchilik albatta bir fazilatdir. Men innani takrorlamoqchi bo'lsak, inna as-sidqa demaymiz. Inna sidqa la fadila deymiz. Çünkü harf takrorlanmoqchi bo'ladi ekan, u harfdan javob ma'nosi chiqmaydi ekan, cho'qim u harf o'zininkiga kelgan qo'shilg'uchisi bilan qo'shilib birga ta'kidlanadi. Fil masjidi Xalidun. Yoki Xalidun fil masjidi. Xalidun fil masjid demoqchi bo'lsak, Xalid masjidda degan bo'ldi. Anda bo'lsa, Xalidun fil masjidida, fil masjidga fi degan harfi jarni ta'kidlamoqchi bo'lsak, al masjid degan majrurni birga keltiramiz. Azru qilg'uchisini, masalan, Xalid fil masjidi deb keltirganga o'xshash. Ammo zimiri muttasillan ta'kidlamay, zimiri muttasilni zimiri munfasillan ta'kidlasak-chi. Bu chog'da qanday bo'ladi desa, bayon qilib, unda uni birga takrorlab keltirish lozim kelmaydi. Muzmara rab'illazi qadin fasal uakkid bihi kullu damirin tasal. Siz zamiri munfasil boshqil ishlab kelgan zamiri munfasil bilan har qanday zamiri muttasilni ta'kidlang deydi. Muzmara rab'illazi qadin fasal. Boshqil ishlab keldigan mustaqil qo'llanuvchi zamir bilan mustaqil qo'llanilgan zamir rab'i boshqa ishlab keladigan mustaqil qo'llanuvchi zamir bilan u zamir qasi va hum yawmahum hunna anta antuma antum anti antuma antuna ana nahnu dini bara zamirlar mushu mustaqil qo'llanilgan boshqa ishlab keladigan zamir bilan kulli zamir muttasilni ta'kidlangan gap. Mayli zamir muttasil majrur, zamir muttasil majrur, zamir muttasil mansub, zamir muttasil marfu bo'lishdan qat'iy nazar mushu zamir munfasildan ta'kidlaganda zamir marfu munfasildan ta'kidlaymiz. Uchunchisini ta'kidlagili bo'ladi. Mayli zamir muttasil mustatir olsun yoki bariz olsun o'xshaveradi. Bo'laveradi. Mesela qumtadagi antani zamir muttasildan ta'kidlamoqchi bo'lsak, nima? Qumta bayon deb bo'ldi, qumtadagi tani zamir munfasildan ta'kidlamoqchi bo'lsak, qumta anta deymiz. Anda bo'lsa bu marfuni marfu bilan ta'kidladik. Unda bo'lsa zamir akramani Muhammad, meni Muhammad hurmat desak, akramaniga nun va ya zamir muttasil mansub. Endi buni ta'kidlamoqchi bo'lsak, zamiri marfu munfasil bilan ta'kidlaymizki, akramani ana Muhammad demoqchi. Buna o'xshash qilamiz. Akramana nahnu deganga o'xshash. Mana bu shu ta'kid haqidagi darsimiz mushada oxirlashdi. Keyingi darsimiz atbul bayon haqida bo'ladi. Darsimiz shundan oxirlashdi. Shu ta'kid ve muakkid haqidagi darsimiz shundan tugagan bo'ldi. Va oxirida avana alhamdulillahi robbil alamin.